dengiz sathidan 2000 metr balandlikdamiz. Bu safar ancha oson bo'ladi deb o'ylayapmiz. 3267 metrga chiqamiz. Qizil Nura. Где-то 10 kishi. Soatimiz millari 7dan 15 minutda o'tyapti. Quyosh endi ko'tarilishni boshladi. Biz o'zi allaqachon 2000 metrdan oshib ketdik. Bu safar ozroq cheaterство. Ravna qildik, mashina 2000 metrgacha olib chiqib qo'ydi o'zi. Hali yurishni boshlaganimizga 15 minutdan bo'lgani yo'q. Sheriklar oldinda ketyapti. Men birozga to'xtadim. O'ng tomonda Shavkatdog', potom Xavliya, keyin o'zi Qizil Nuraga chiqib qo'yamiz. Ko'tarilish 1200 metr atrofida bo'ladi. Lekin yo'limizda uzoqligi taxminan borish kelish 23 kilometrda mo'ljallab turibmiz. Bu yerlarda tog'da havosi rosa ham toza. Toshkentdek joyda yashab, o'tdan bunga chiqqaningizdan keyin birdaniga seziladi. Xuddi boshqa joyga kelib qolgandek. Takiz boshqa joyga kelib qolamiz. Boya tulkini ko'rdim. Ko'rganimdan hozircha. Bu qanaqadir qushlar dizi. Issiqko'l yoqda pirashki bor. Bo'ydi. Sovuq ketdi. Abbosga chaqib beryapti. Oxirgi daqiqalar. Xudo xolasa yana 100 metr ko'tarilsak, Qizil Nura cho'qqisiga yetamiz. Bu plato. Mana to'g'rimizda ko'rinib turgani Xavliya. Dalchi Taka degan joy bor. Undan keyin har xil katta odamlar dachalari bor. Tomonga mumkin emas. Tog'larda ham smog, chunki yog'ingarchilik yo'q, qor yo'q, havo yo'q, yomg'ir yo'q. O'shaning uchun chang ko'tarilgan. Uzoqda bulutlar. Biz mana orqasida chiqamiz. Bolalar nihoyatda charchagan. Oxirgi kuchi bilan to'plab tepaga ko'tarilyapti. Ko'rib turganimiz triangulator, o'shanga yetib olsak bo'ldi. Xudo xolasa. Qizil Nura. Shu 3267 metr. Asl Qizil Nura. Bilmayman to'g'ri nimalar.
Mana shu ustiga chiqdik. Zing'illab ketyapti. Sovuq, charchagan, bu yoq qorong'i tushyapti. Uyga shoshyapti hamma. Hali yana 6 kilometr bor ketishga. Yerda bir joyda mashinalarim. Вот такой вот прикол. Все уставшие. А здесь Евгений поставил музыку. Кроме меня. Это не устал. Он там большой чемган. Men sizlarni cho'qqiga chiqasizmi deb o'ylabman, birorta ana nomi bor cho'qqi bo'lsa deb. Baribir qorong'iga qolib ketdik. Ulgurmoqchi edik, quyosh botguncha tushamiz deb. Oldinda yana 20 minutlik yo'l bor, o'rtacha.